Birinchi qarashda qimmat brendda ko'rinishini beradi qiziljonli. Buni kiysanglar shunaqangi bagati ko'rinadi. Hamma yoqdan komplimentlar yog'ilib kelaveradi. Juda ham chiroyli bo'lgan, shunaqangi ko'nglarimizdan xarid qilib olsangiz bo'ladi. Xadicha brend do'konimizdan eng hamyonbop narxlarda qiziljonli bemalol o'tirishligi, tug'ilgan kunligi, даже sovg'aligi, sovg'a qilsanglar mazza qilib kiyishadi qizlar. Buni yengilligini qaranglar, juda ham chiroyli bo'lib turadi. Stilniligi вообще gap bo'lishi mumkin emas. Yeng qismida shunaqangi Swarovski toshlar bilan bezatilgan, juda ham chiroyli. Oldi qismida tumachali va shunaqangi Swarovski toshlar bilan bezatilgan. Belbog'larni boylab olib, belinglarni chiroyli qilib yuraverasizlar. Ikkita chetida shunaqangi cho'mtaklari ham bo'ladi. Juda ham chiroyli rasvetkalarda olib kelib qo'yganmiz. O'zim kiyib olganim shunaqangi голубой rasvetkasi bor. Bu yerda ko'rishingiz mumkin shunaqangi rozvoy rangini qaranglar, qanaqangi chiroyli, o'zinglarni shunaqa qilib chiroyli qilib ochib beradi. Bu yerda shunaqangi korичневый rasvetkasi, Rossiyan Bagati 2026-yilda eng trendiy rasvetkalardan bittasi va shunaqangi jinsi rasvetkalarida ham bor. Buni turishini qaranglar, qanaqangi chiroyli, pastki qismlari shunaqangi qo'shatek bo'ladi. Varatniklarida ham shunaqa qilib Swarovski toshlar bilan bezatilgan, juda ham chiroyli. Tumachalarni qaranglar, qanaqangi sifatli qilib ishlangan. Mazza qilib kiyib yurasizlar. Hamma yo'ga mos keladi. Garderobingiga bitta shunaqa ko'ylak olib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Narxiga keladigan bo'lsa, atigi 450 ming so'm. Bunaqa narxga bunaqa ko'ylak rosa ham arziydi deb o'ylayman. Razmerlarga keladigan bo'lsa, 50 dan 64 gacha bemalol mos keladi. Hammanglarni Xadicha brend do'konimizda kutib qolamiz. Agarda kela olmay qolsanglar, butun O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz.